Yaxşımısızlar kichik do'stlar? Bugun biz Chashqanchoqning tunji yoz fasli degan hikoyani anglab baqamdiq. Yoz faslining havo nihoyatda go'zal chiqqan bir kuni. Nashtalikdan keyin kichik Chashqanchoq ochisi Minka bilan dala saylisiga chiqibdi. Tez bo'latibdi, tez bo'l. Ochisi Minka qayoqqadir yuguribdi. To'xtab tur, acha, meni saqlab tur. Kichik Chashqanchoq ochisining keynidan ergishibdi. Hoy, uya turgan nima u? Kichik Chashqanchoq hayronlik bilan so'rabdi. Suluq, tatliq, qip-qizil tavus, bek tamlik, debdi Minka. Hoy, bular nima endi? Kichik Chashqanchoq yemeklarni yutib ketayotgan kichik qora narsalarni ko'ribdi. Ular degan qora chumila, debdi Minka. Bular mayoqdan o'ta. Kichik Chashqanchoq ochisiga ergishib o'tloqqa tushibdi. Ular o'tloqda yetishibdi. Hamda kichik Chashqanchoq hayronlik bilan so'rabdi. Bular nimalar? Ochisi Minka, bu degan yop-yeshil, mamuqdek yumshoq o't cho'plar, debdi. Ular ikkisi o't cho'plar ustida o'ng-tizig'i yotqincha osmon qarashibdi. Kichik Chashqanchoq osmon qarab turib ajablanib so'rabdi. Bu nima endi? Minka, bu degan egiz, yo'q-yo'ruq, ko'p-ko'k osmon, debdi. Man tutavkam. Minka laylakning yipini kichik Chashqanchoqqa tutqizibdi. Kichik Chashqanchoq hayronlik bilan so'rabdi. Buni nima qilaman? Buni osmonda egiz uchirib o'ynaymiz. Bu degan laylak, debdi Minka. Endi ularning qo'rsaqlari yechibdi. Kichik Chashqanchoq Minka tutib turgan yo'g'on bir parcha narsani ko'rib, buni nima qilamiz deb so'rabdi. Bu degan yumshoq, mezilik bolka, debdi Minka. Minka yumshoq bolka yuziga mezilik yer-yanqi qiyamini, chuchmal, iyiq uzma murabbalarni surkabdi. Ular bolkalarni mazza qilib yeyishib, qo'rsaqlarini to'yg'izibdi. Kechqurun bo'lganda guldiras ovozlari bilan tang osmonda rang-murang gullar echilishga boshlabdi. Kichik Chashqanchoq hayronlik bilan so'rabdi. "Acha, ular zodi nimalar?" "Ular degan salyot", debdi Minka. "Qara, salyot har xil ranglik, har xil gullarni echildira olamdikan." Ular u go'zal salyotlarni ko'rib, qanig'icha huzurlanibdi. Ular yozning bu bir kunini nihoyatda ko'ngilli o'tkazib, uylariga qaytishibdi. Qandaq shogirdlar? Bu hikoyani yaxshi ko'rdinglarmi? Sizlar turayotgan joyda hozir qaysi faslda? Agar yoz fasli bo'lsa, sizlar shunday ko'ngilli o'yinlarni o'ynay olasizlar, shundaqmi? Undaqda bugungi hikoyamiz mana bu yergacha bo'lsin. Kelarki qatimda ko'rishaylik. Allohga omonat.